Assalomu alaykum aziz o'quvchilar va matematika fani xulosmatlari. Mana bugun darsimiz 5-dars. Mavzu qavslarni ochish qoidasi va ifodani soddalashtirish. Xo'p, demak, qavslarni ochish qoidasida biz bilib olishimiz kerak birinchi asosiy formulani. Demak, a ko'paytirilgan, qavs ochilgan b plus c bo'ladigan bo'lsa, biz qavslarni ochishimiz uchun qavs tashqarisidagi sonni qavsni ichkarisidagi har bir songa ko'paytirishimiz kerak. Chunki o'rtada ko'paytiruv bor. Demak, a ni b ga ko'paytirsam, a ko'paytiruv b plus a ni c ga ko'paytirsam, a ko'paytiruv c bo'ladi. Masalan, 3 ko'paytirilgan x plus 4 misolni ishlashimiz kerak. Ya'ni qavslarni oching degan. Demak, qavs tashqarisidagi sonni, ya'ni 3 ni ishorasi bilan birgalikda qavsni ichkarisidagi har bir songa ko'paytirishimiz kerak. Demak, a ni o'rniga 3, b ni o'rniga x hamda c ni o'rniga 4 kelyapti. Barobar 3 ni x ga ko'paytirsam 3x bo'ladi. O'rtada plus bor, plus yozdim. 3 ni 4 ga ko'paytiradigan bo'lsam 12 bo'ladi. Tushunarli? Endi agar minus 3 ko'paytirilgan x plus 4 bo'lsin. Endi qoidaga asosan qavs tashqarisidagi sonni ishorasi bilan birgalikda deganimiz uchun, demak 3 ni ishorasi minus bo'lganligi uchun ham minus 3 ni birinchi x ga ko'paytiramiz, keyin 4 ga ko'paytiramiz. Xo'p, minus 3 ni x ko'paytirsam minus 3x, minus 3 ni plus 4 ga ko'paytirsam minus bilan plus biz o'tgan darsda o'tdik ishoralar qonun qoidasini. Demak, minus bilan plus bu minus bo'ladi. 3 kara 4 12 ga teng. Endi ikkinchi formula. A ko'paytirilgan b minus c bo'ladigan bo'lsa, bu ham xuddi shunaqa. Demak, a ni b ga ko'paytiramiz, minus yozib, a ni c ga ko'paytiramiz. Xo'p, demak, a ko'paytirilgan b minus a ko'paytirilgan c. Bu formula, bu matematik formulani yod olishimiz kerak. Bizga tenglamalari ishlashimiz uchun juda ham kerak bo'ladi. Masalan, 5 ko'paytirilgan x minus 4 misol ishlashimiz kerak. Endi 5 ni x ko'paytiramiz. Bu 5x bo'ladi. Ko'paytiruv qo'yishim shart emas. Aslida mana bu yoqda ham ko'paytiruv qo'yilmaydi. Mana bunaqa bo'ladi. Lekin tushunishlaringiz uchun men ko'paytiruv qo'yibman. Demak, 5 ni x ko'paytirsam 5x, o'rtada minus bor. 5 ni 4 ga ko'paytirsam 20 bo'ladi. Endi masalan, minus 5 ko'paytiruv x minus 3 bo'lsin. Demak, minus 5 ni x ga ko'paytirsam minus 5x, minus 5 ni minus 3 ga ko'paytirsam ikkita minus plus bo'ladi-da, 5 kara 3 15 ga teng. Tushunarli? Xo'p, mana bu misollarni sizlarga qoldiraman. Ishlab javobini kommentariyaga yozib yuboramiz. 4 ko'paygan x minus 5 minus 4 ko'paygan x minus 3 minus 3 ko'paygan x minus 4 minus y. Javobini yuboramiz. Keyingisi, endi ifodani soddalashtirish nima degani? O'zi bu ifoda nima? Uchinchisi, ifoda deganda biza ifoda bu son va harflardan iborat bo'lgan
son va harflardan iborat bo'lgan matematik amallar bilan birlashgan ko'rinishga aytiladi. Matematikada qoidani xuddi o'zida yodlab olish unchalik muhim emas. Muhimi, men yozayotgan narsalarni, demak, yaxshilab tushuna olishimiz kerak. Xo'p, buni bilib qo'yishimiz kerak. Endi son va harflardan iborat bo'lgan matematik amallar bilan birlashgan ko'rinish nima degani? Mana son 3 matematik amallarni bilamiz: qo'shish, ayirish, ko'paytirish hamda bo'lish. Xohlagan bittasini olamiz. 3 qo'shuv x bu ham ifoda bo'la oladi. Yoki bo'lmasa 3x qo'shilgan y bu ham ifoda bo'la oladi. Yoki bo'lmasa x qo'shuv 3y qo'shuv 5x bu ham ifoda bo'la oladi. Tushunarli? To'rtinchisi, ifodani soddalashtirish nima? Keling, men sizga buni misol orqali tushuntiray. 3x qo'shilgan 4 ko'paytiruv x plus 5 ko'rinishini soddalashtirishimiz kerak. Ya'ni ifodani soddalashtiring degan. Birinchi navbatda 3x ni yozib olamiz. 3x qo'shilgan, biza nima qilishimiz kerak? Qavslarni ochishimiz kerak. Demak, 4x ni ko'paytirsam 4x bo'ladi. O'rtada plus bor. 4 ni 5 ga ko'paytirsam 20 bo'ladi. Barobar. Endi 3 ta x ga qo'shaman 4 ta x ni. Bu 7x bo'ladi. Qo'shilgan 20. Yana bitta misol ko'rsatay. 5x minus 3 ko'paytiruv x minus 3. Ifodani soddalashtiring degan. Demak, yozib olamiz. 5x minus 3 ni qavsni ichkarisidagi har bir songa ko'paytiramiz. Demak, minus 3 ni x ga ko'paytirsam minus 3x, minus 3 ni minus 3 ga ko'paytirsam 2 ta minus plus bo'lib ketadi. Bu 9 bo'ladi. Chunki 3 kirish 9. Barobar 5 ta x dan 3 ta x ni ayiradigan bo'lsam, bu x ga teng qo'shuv 9. Demak, xulosa qiladigan bo'lsak, ifodani soddalashtirish degani bu bir ko'rinishdan, ya'ni biron bir murakkabroq ko'rinishdan soddaroq ko'rinishga o'tishga aytilgan. Endi bu misolni sizlarga qoldiraman. 6x qo'shilgan 3 ko'paytiruv x plus 4 ifodani soddalashtiring. 5x minus 3 ko'paytiruv x minus 4 ifodani soddalashtirib kompyuterda javoblarni qoldiring.